Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sog' salomatmisizlar? Bugün xudo xolasa bize Sevindi hoji bilan o'tkir palova geldik. Bu o'tkir palov yeb ketaylik deb. Bu o'tkir palovni yegan odam biladigan buni. O'zi istamiyor. Mana shu dunyoning chetine borsangiz ham mazasi og'zingizda qoladi. Yine xudo xolasa shonda Makkada ziyorat qilib niyat qildik. Shomasana borsak shu o'tkir palov yemizda. O'tkir palov aylantirib o'tiramiz. Kalamimizga rahmat. To'g'ri rahmat yine. Yine power yani şu o'tkir palov aylantirib o'tiramiz uchamiz. İzzatbek yine bu Sevindi hoji degan bola ish yine. Yine o'tirish yine ajoyib. O'tkir palov necha deysan? O'tkir palov dahshat. Zo'rmi? Nomer 1-ku. Vaqtcha. Neda Drujboda Pitnaytda? Ha. Drujba Pitnaytda? Ha. Bir yegan odam yine kelaveradi. Bir yegan odam yine kelaveradi do'stlar. Aqchani, молодец. Buni esa ko'tarib kerak yuzlar qani? Uncha ko'targan buni. Yaxshimisan? Aqchani. Buni bir o'ylantiramiz deb yurtmiz endi niyat etib. Güzel. Yuragi og'am. Xudo qalasa xizmatda turaman dedi. Молодец. To'g'ri boradi, to'g'ri. To'g'ri. Salom alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omon sog'lamisiz? Bir yaqtaroqda o'tirsak ham bo'ladi buni. İzledi. Yaqtaroqda uka. Suyet ham yo'q. Suyet qoldi. Hava ben bana şöyle bargamda suyet çıkıp kaldı ya. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yine. O'tkir palov. Çay içesmi hoji bu? Yo'q. Çay içmişmi? He? To'y emas. Suv tortadi. Tamam. Oh, молодец. Aydın. Yine o'tkir palov geldiniz. Allah rızkını etsin. Baş verip alıp da gene. Canımızda. Xudo qalasa. Молодец. Qo'llab-quvvatlab turganlarga kattaga rahmat. Shu qo'llab-quvvatlab turaylar, xudo qalasa qiziqarli lalalar chiqaramiz. Xudo qalasa. O'tkir palovning po'rini to'yimda ketamizmi? Ha. Palov pishiramiz İnşallah. Xudo xolasa. Yangiliklar katta, xudo qalasa. İnşallah. Молодец. Do'stlar, yaqinlar, xudo qalasa inshaalloh og'amiz bilan shu to'yga harakat qilib turibmiz. Xudo qalasa to'y belgiladik, sizlarga aytamiz. İnşallah. Qiz necha etamiz? Qizdan gaplash kerak. Qizni babajonga aytamiz. Xudo qalasa. Top beradi. Ama Молодец. Nechik bo'lishi kerak u qiz? mening bilan shu men nechik bo'lsam, meni xarakterim nechik bo'lsa, shuning bo'lishi kerak. Yo'q, to'g'ri. Endi Alloh ham er-xotinni ikkisini loyini bir eda oladi dedi-ku. Uning xarakteri bo'lishi mumkin. Yo'q, nesi, haddi harakati, nesi dejekman. Xudo qalasa Turmushga chiqqan, chiqmagan farq yo'q. farq yo'qmi? Meni qarasa bo'ldi. Balasi bo'lsam bo'laverami kishini? Молодец. Meni qarasa bo'ldi. U ham mening qo'limdan kelmaydi u. Balalar bilan olish, bu otalik mehrini berish. Молодец. Muam bir ne gerek? Bir jasorat, bir mardlik gerek. Meni qarasa vallahi inshaalloh shu bolasini mehr berib, shu o'zim bola bilan tarbiyalayman. Молодец, rahmat sana. Allah razı olsun senden. Katta rahmat sana. Eyna. Ağam rahmet ayet, iş ağam. Bo'ladi. Por bu. Bunun esa to'yinda xudo xolasa nasib etsa xizmat etib berasiz, palov pishirib berasiz. Qo'lingizdan kelgancha, hay? Xalqa. Bu to'yini boshimiz buni xudo xolasa. Shuna bir qiz qarab turibmiz. Endi nasib etsa shu bobojonimiz yana borib kelamizmi? Boshqa iloji yo'q. Ağam, siz yine bir ağalaba gitemizden şöyle varıp gaplashib, Aha. xudo xolasa razılığına etib Olib qaytamiz. qaytamiz. Bo'lasin, daston to'yxonasida to'y boshlaveramiz bismillah deb, ha? Молодец, rahmat. İnşallah. Bo'ldi, xudo xolasa. Aziz do'stlar, yaqinda bir video chiqardim. Shu Sevindi hojini o'ylantiramiz, bobojonimizga tarqatib aylan shu videoni deb, shu o'zimiz shu toprak qaladagi bir opamiz ham bir obunachimiz shu bobojonimiz Telegram'ini tashlab gaplashib ekanlar, telefon raqamini tashlab ekan. Bobojonimiz shu bolaning otasimi, enasimi, kim bo'lsa bizlar bilan bog'lansin, gaplashsinlar deb bugun gaplashamiz. Xudo xolasa, to'g'ri kelsa shu Sevindi hojiga bir yaxshi bir ayol topilsa, xudo xolasa shona ketamiz, borib olib qaytamiz. İnşallah. To'yga yordam beraman deydigan insonlar bor, ko'psi bor. Masalan, uyine xonasini döşeneden qo'yiladigan spalni, shkaf yordam etaman deydiganlar bor. Boshqa xarajatini ko'taraman deydigan
Üçelerimiz bor yine. Rahmet. Hali sizlar ham qarab turmasizlar. Xudo xolasa buni to'yini bir chiroyli etib, ana o'zingiz ko'rdingizlar Qozog'istonga borganda o'zimiz O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Manzura xonandanimiz shunday mut so'p beraman deb yo'lda to'xtab biz Makkaga borishim va'da berib ketdilar. Alloh rozi bo'lsin, shaxsiy nomerdan berib ketdilar. 15 kun burun telefon qilasizlar, kelib Sevindik hojini to'yinda xizmat qilaman deb. Men haqqimga Kabada bir duo qilsangizlar bo'ldi dedi. Shu xonandan haqqan duo qildik. Ilohim ishlarini rivoj, ilohim balları ko'p bo'lsin. Sizlar ham tanajonlarning sog' bo'lsin. Inesa Sevindik hoji yine o'tkir palov. Ağamız şahsen özel hizmet verdik. Malades axı. İlah. Qani, bismillah. Qani boshdan qani? Qani, bismillah. Mazasini ayting. Mazası, Ha. mazası ağzımızda kalıb gitti. Oh canım sen. Malades sen gap yo'q. Sevindik hoji kim seni siylasa Allah shuni siylaydi. Ava. Men shuni bilaman. Allah. O'zi Durjboda bir donasan qoq. Ava. Qarab. Hozir trendda yurgansanmi? Ava. Men Qozog'istonga borsam ham, Urganchga borsam ham yaqinda borib keldim. Men donimmi o odamlarim. Hamma eldiman chiqib malades. Shuni Hojiboy geldingiz, ben sevindik nechik deb so'raydilar. Qozog'iston, Durjboda, hamma rayonda Aha. şu trenddə nömrə adım mənmən. Oh canım sen. Malades. Oh ey. Qazarız palava. Dostlar şu nömrə adım özüm mən. Malades. Al yiye. Savatlarım sizə də gəlirlər. Ese dostlar sağ olun, aman bulun. Ese vakat yiyimiz Xudo xolasa geleverezler özlemiz. Şu toprak kala Durjboda. Taze yandan şu setuplar var. Çep alanına da 20 metre şöyle ötçek palada bas koydu. Bemalol gelip şöyle o kapan kişileriniz mümkün. Bu fakat ebette boladı bu nerse 12'de 11:30'da kazanı açıladı. İş kılıp 1-2'ye kalmıyor tamam boladı. Geleverezler işe. Sağ olun, aman bulun. Hemen Allah emanet olsun. Alınız.